Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Koka va Bulldrop. Bu ikkinchi qismi. Oldingi qismimizda do'stlar 12,000 rubl bilan boshlaganmiz. Ko'rmagan bo'lsangiz albatta o'tib ko'ringlar. U yerda ham qiziq narsalar bo'lgan. Tekshirganmiz upgrade kontraktini. Bu qismni ham xudo xolisa tekshirishga harakat qilamiz, comeback qilishga. Va albatta eslatib o'taman. Hisobni to'ldirish, пополненияni har xil usullar bor. Bankovskiy karta, Payme, skin orqali, vizalar bor, Humo. Xullas, o'zingizga удобный variantlar ko'p va promokod albatta. Koka promokodi sizlarga 20% qo'shib beradi. Ishlatinglar, ko'ringlar, tekshiringlar. Eslatib o'taman. Telegram kanalimizda rozыгрышlar bor, o'tib olinglar. Har kuni rozыгрыш qilamiz, skilllar, bulcoinlar berish boshlaymiz xudo xolisa. Biz esa boshladik. 7,5 oldingi safar bizga mana ikkita keyslar yaxshi bergan, shularni tekshiraveramiz sredniy riskda. Bolalar, boshqa kerak emas, sredniy risk, нормальный. Bayt, pichoqga bayt bo'ladi har doim. Har doim pichoqga bayt bo'ladi. Yana bitta ochsak bo'ladi, zarar yo'q uni. Kuch bitta negadir nimayni topib olamiz uni hozir. Dmitorius. Mana qara 28,000 bilan 4,5 oldida to'xtayapti. Bu takoy. Bayt qiladi, bayt qiladi. Ozgina baribir olish kerak. Bu yerda berishi mumkin. Hozir berishi mumkin. Qandashimiz bu? Tak. O'rtasida qilib beradi kontrakt. Oldingi safar sizlar bilan kontrakt bizga uncha yaxshi bermadi. Hozir 20,000 gacha deyapti. Ko'rsak bo'ladi. Ko'rsak bo'ladi. Bitta sinab ko'rsa bo'ladi. 4200 prodat qilamiz, sotamiz. Va boshqa keyslarni ham ochib ko'ramiz sizlar bilan. Sredniy risk. Va 4000 yaxshi comeback. Ozgina bo'lsa ham comeback. Ozgina bo'lsa ham comeback. Hop, bizga yana anu keysdan kerak bo'ladi. Hozir endi upgrade tekshirishimiz kerak. Kommentarlarda uncha yozmagan ekansizlar. Bola oldingi safar yozinglar. Har xil narsalar qilib ko'ramiz. Nima qilsa bo'ladi, qanaqa otsa bo'ladi, qanaqa keys ochsa bo'ladi. Ularni ham yozinglar. 4000. %10 menimcha bermaydi. Da, bermaydi. Bu birinchi ketyapti. Yaxshi, normalniy. Keyingilariga 8 bo'lsa где-то 10% ga yaqinroq qilamiz-da. Ровно 10%. Berot 13,000. 30% yo'q, bermadi. Yoki berdi. Qo'lli berdi. Bu berdi. Mana bu ishing yaxshi. Hozir sizlar bilan risk qilamiz. Sizlar bilan o'ta jiddiy risk qilishimiz kerak bundan keyin. 1300 kontrakt qilamiz. Bittasi plus yaxshi. Eng yangi yetadi, конечно, tez, sredniy. Bo'ladi. Kontrakt.
23 ming intiqomimiz bolalar, 23 ming. Bu tasavvur qilinglar, 7 ming eng kami o'zimizning boshimizdagi pulni qaytarib beradi. 7 ming, eng ko'pi 115 ming. 115 ming eng ko'pida. Eng ko'pida 115 ming ketdi. O'ttiz ming. 30 ming. 30 ming beryapti bolalar. Bular mana shunaqa bo'lib o'ylantirib qo'yadi deb bular bor. O'ylantirib qo'yadi. Lekin bizning maqsadimiz bundan ko'p-ku. Maqsadimiz ko'proq ochishku bolalar. Sapfir ochaylik. Sredniy risk 11 mingga bolalar. Debdi. Ombo. O'ttiz ikki ming. Beryapti. İkinci kısmı comeback. Bu nima qilyapti? Bizani polniy boqyaptimi shunda? Lamborghini'ni ochamizmi? Upgrade qilamiz keyin. Sredniy. Bo, buldrop. O'zinikini berdi. Mayli, zarari yo'q, o'zinikini berdi. Zarari yo'q. Ikkita sredniy, kes. Upgrade'li qilishimiz kerak bizga, upgrade'li. %10 mi? Yo'q, sal 10% oshirishimiz kerak. 10% oshirishimiz kerak. Chunki qolganlarga shansini ko'paytirishimiz kerak. Beradi deb o'ylayman. Bermasligi aniq, bu жертва bular. Bular жертва, просто жертва bular. Bularni жертва qilib olamiz. Ma'milani qilishga harakat qilishimiz kerak. Bular berib yurar ekan. Ikkinchi bolalar berib yuryapti. Просто прикиньте. 67 ming. Просто прикиньте. Bolalar. Просто tasavvur qilinglar. Kontraktni deyapti. $20 mingdan $337 minggacha deyapti. 20 mingdan 337 minggacha deyapti. 20 mingdan 337 minggacha. Endi men bittan olib qoldim. Bu o'zimizning boshidagi pulimiz. Bu takoy страховка, bolalar, страховка. Risk. Urush kerak risk. 100 ming. 100 ming. Просто нереальный. Продать. 100 ming bolalar beryapti bizga. Просто tasavvur qilinglar. 100 ming beryapti bizga. 100 ming beryapti. Albatta like, подпискасdan chiqmasin bolalar. Bu boshiga chiqib ketaveradi. 5 ming tak bundan o'tsak bo'ladi.
Upgrade qilsak bo'ladi, yana upgrade qilsak bo'ladi. 100 mingimiz bor, uni olib qo'yamiz. Uni olib qo'yamiz. Uy, mana 15 ming. Keys ekan. Zo'r. Upgrade. Hop, 6 mingimiz, 8 ming qilsa shansi sal pastroq bo'ladi. Shansi sal pastroq qilamiz. Tez qilmaymiz. Biz upgrade tez qilishimiz kerak emas. Mana bunaqa tez bosib qo'ymaymiz. Bitta tez qilib ko'ramizmi? Tekshirib ko'ramiz. Atak tez qilmayman, tez qilish kerak emas. Byte bo'lishini ko'rishimiz kerak. Mana shuni ko'rish qiziq bo'lyapti. Bermadi 100% aniq. Mana ikkitaga harakat qilishimiz kerak endi. Ikkitaga harakat qilishimiz kerak. 20% dan. Bittasi ketdi. 20%. Yo'q, bermadi 100%. Yo'q, bermadi byte. Yana bitta, misol uchun 100 mingga. Уже mana 100 mingdan keyin уже uyaldi o'tdi saytni o'zi aytdi, uyaldi, ukam deyapti. Sal insofli bo'lganda o'tdi. Sal insofli bo'llaring deyapti. Agar kontrakt qilaman desam-chi, misol uchun 30 mingdan 500 minggacha. Yo'q. Biz qilmaymiz, конечно. Bitta есть. Bitta есть. O'n 2% endi buni уже bermasligi mumkin bolalar. Уже ancha qolib ketib bermaydi, buni уже bilib olsa bo'ladi. No, в итоге bizda 104 ming bolalar, 104 ming. 104 ming. Bularni bilmayman, mana shunaqa payt o'ylantiradi bu odamni bor, o'ylantiradi. Mana shunaqa payt o'ylantiradi. Просто o'ylantiradi. Tak bolalar, uni keyingi qismga olib qo'yamiz yoki ko'raman, chiqaramanmi yo'qmi, lekin beryapti, lekin uni ko'raman, o'ylayman. Может keyingi qismda nimadir kattaroq balkim sizlar bilan chiqib ketamiz bolalar. Like, подпискаdan chiqmasin. Shunaqa kontentlar qiziqmi yo'qmi yozinglar pastda описаниеda. Qaysi keyslarni ochib ko'ramiz, nima qilamiz, balkim qimmatidan ochib ko'ramiz. Uni ham yozib qoldiringlar. Menga bu juda qiziq va muhim desa ham bo'ladi. Mana buni ochib ko'ramiz balkim keyingisida. Qaranglar, bunaqa shokoladlar bor bu yerda. Ikkita marta ochsa bo'ladi bundan. Yo'q. Keyingi qismda ko'rishguncha bolalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.